Ko'krak bezi saratonida bitta dorini berib natijani kutish har doim ham yetarli bo'lmaydi. Chunki ko'krak bezi saratonida bir xil kasallik emas. Har bir o'smaning o'zining molekulyar xususiyati bor. Masalan, ba'zi ko'krak o'smalarida ko'payish kerak degan signal doimiy beriladi. Biz shu hujayrani nishonga olsak, shu o'sish signalini bloklashimiz mumkin bo'ladi. Yana bir turi esa 3 karra manfiy ko'krak bezi saratoni. Bunda gormon retseptorlari ham, H2 ham ta'sir qilmaydi. Ayrim bemorlarda immun tizimiga ta'sir qiluvchi immunoterapiya ham davolash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Shu yerda kombat terapiya tushunchasi juda ham muhim. Ya'ni biz o'smaga bitta tomondan emas, bir nechta molekulyar zaif nuqtalar orqali ta'sir qilishni rejalashtiramiz. Bir terapiya o'sish signalini bloklaydi, boshqasi esa gormon signalini to'xtatadi. Biri esa o'sha organizmda immunitet shakllantiradi o'simtaga qarshi. Bularning hammasi esa o'sma hujayrasining aniq molekulyar mexanizmiga ta'sir qiladi. Shuning uchun zamonaviy onkologiyada eng muhimi sizning o'smangiz qaysi mexanizm orqali yashayapti va qaysi nishonni bloklashi muhim. Shundan keyin davolash individual tanlanadi. Ko'krak bezi saratonini zamonaviy davolash faqat o'smani ko'rish emas, uning molekulyar tilini tushunish va shu tilda unga qarshi zarba berishdir. Saratonning nomi bir xil bo'lishi mumkin, lekin uning molekulyar yuzi har bir bemorda har xil. Shuning uchun davolash ham har bir bemor uchun individual bo'lishi kerak.